Urganch aeroportini shahar vokzaliga bog'laydigan temir yo'l quriladi. Endi O'zbekiston fuqarolarining xorijda ishlashining yagona manbai Green Card emas, chunki prezident topshirig'i bilan fuqarolar xorijda tajriba almashish, AQSh va boshqa xorijiy mamlakatlarga mavsumiy ishlarga yuborish masalasini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berdi. Nukus shahriga esa ilk elektrobuslar olib kelindi. Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan xabar va yangiliklarni yoritish maqsadida biz hafta dayjestini boshlaymiz. Urganch aeroportini shahar vokzaliga bog'laydigan temir yo'l quriladi. Bu loyiha 14-yanvar kuni Shavkat Mirziyoyevga turizm, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan majlisda taqdimot qilindi. O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisi Zufar Narzullayev Urganch aeroportidan vokzalgacha quriladigan mazkur temir yo'l Xivaga boradigan sayyohlarga qulaylik yaratishini ta'kidladi. Shuningdek, hozirgi Urganch-Xiva avtomobil yo'lini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish hamda unga muqobil bo'ladigan yangi avtomobil yo'lini barpo etish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, Urganch xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish doirasida uning infratuzilmasini kengaytirish, yo'lovchi va yuklarga xizmat ko'rsatish sifatini, logistika imkoniyatlarini oshirish orqali hududning transport salohiyatini yangi bosqichlarga olib chiqish ko'zga tutilgan. Hurmatli prezidentimiz bizga topshiriq bergan. Shu bo'yicha takliflarni kiritamiz. Urganch aeroportidan Xivaga boradigan turistlarni umuman O'zbekiston aholisiga bo'lgan sharoitlarni yaxshilash uchun mana shu topshiriq bo'yicha takliflar bilan kirib turibmiz. Bu yerda ikkita elektropoyezd masalasi bor. 12 kilometrga yaqin temir yo'l qurilishi loyihasini taklif etamiz, deydi Narzullayev. 2026-yili 15-yanvardan O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishning onlayn bosqichi boshlandi. Dastlab fuqarolar OnID tizimida identifikatsiyadan o'tadi. Shundan so'ng kensus.start.uz portali orqali onlayn ro'yxatdan o'tishi amalga oshiriladi. Bu jarayon 17 kun davom etadi va xorijda bo'lgan vatandoshlarimiz ham ushbu portalda foydalanib ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Siz ro'yxatdan o'tdingizmi? 15-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda rivojlangan davlatlar bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlik faollashtirish va kengaytirish maqsadida diplomatik vakolatxonalar va hududlar hokimiga tegishli topshiriqlar berildi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan yili AQSh hukumatlari qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan xodimlar uchun maxsus vizalarni olish tartibini yengillashtirgan. Shu munosabat bilan diplomatik vakolatxona rahbariga O'zbekiston fuqarolari AQShga mavsumiy ishlarga borishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritish masalasi bo'yicha muzokaralar olib borish topshirilgan. Shuningdek, hududlar hokimlari xorijiy ishchi kuchiga talab yuqori bo'lgan rivojlangan davlatlarning muayyan hududlari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yishi kerakligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, elchilar nafaqat chet elda yuqori maoshli bo'sh ish o'rinlarini topish, balki qabul qiluvchi davlatlar ehtiyojini hisobga olgan holda fuqarolarni zarur kasblar va xorijiy tillarga o'qitishni tashkil etish uchun ham mas'ul bo'ladi. Alohida Yaponiya, Shveysariya, Norvegiya, Bolgariya, Avstriya, Gretsiya va boshqa mehnat migratsiyasi bo'yicha bilimlarni tuzish muhimligi qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning may oyida Prezident AQSh bilan O'zbekiston fuqarolari uchun viza talablarini yengillashtirish masalasi bo'yicha muzokaralarni boshlash bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Nukus shahriga ilk elektrobuslar olib kelindi. Nukus shahrida jamoat transporti xizmatini rivojlantirish maqsadida Safsan Trans Nukus korxonasi tomonidan Xitoy davlatidan 24 milliard so'mlik mablag' hisobidan 12 dona elektrobus olib kelindi. Prezident topshirig'i bilan Nukus shahriga jami 200 ta avtobus olib kelinishi belgilangan bo'lib, bugungi kunda korxonalar tomonidan maxsus avtotransportlarni olib kelish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari, Safsan Trans Nukus korxonasi tomonidan Nukus shahriga 200 avtobus sig'imiga ega avtobus parki qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Chimboy tumanida 6 yoshga yangi uy kalitlari
kalitlari topshirildi. Prezidentning 2021-yili 9-avgustdagi 5216 sonli qarori asosida mamlakatimizda ehtiyojmand bolalarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu qaror asosida Yangi yil bayrami arafasida Chimboy tumanida 6 nafar yoshga yangi uylarning kalitlari topshirildi. Yangi vazir tayinlandi. Qazaqbayev Vusirbay Jenbayevich Qoraqalpog'iston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar u bir qator mas'uliyatli lavozimlarda ishlab kelgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi hafta biz uchun ham, siz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.